Assalom qadrdan Sharq Turkistonlik qarindoshlar, yaxshimisizlar? Yangi yilingizlarga muborak bo'lsin. Mustaqillik bo'lmasa, erkinliging bek qiyin. Erkinliging bo'lmasa, huquqlaring bir tiyin. Men ömrümning ko'pragini qonun tahlil qilish bilan o'tkazgan. Xitoy qonun maktabida o'qib va Xitoyda ishlab, Xitoy qonunlarini pishiq egallagan. Shundaqla Amerikaga kelib, yana Amerikaning yerlik qonuniy va xalqaro qonunlarda o'qib, bu sohada qonundan peshvolik unvoni olgan. Sharqiy Turkistonning bir Uyg'ur fuqarosi bo'lish sifatim bilan o'zimning qonuniy jihatda his qilgan bir qism ko'z qarashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishni qaror qildim. Ishonamanki, sizlarning bildiğinizlar cho'qim mening biladiganimdan hassilab ko'p. Har qaysingizlarning oldida bilarmanlik qilib qo'ygan bo'lsam, fikrni ayibga buyurmagaysizlar. Hammamizga ma'lum. Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasi barliq insonlarning o'ziga xos izzat, hurmati va ularning insoniyatga xos tabiiy barobar huquqlarini ko'rsatib beradigan bir qadar mukammal, xalqaro asosan e'tirof qilgan kitobnomidir. U Amerikaning raisi Rooseveltning kuchli tashabbusi ve qattiq talabi bo'yicha 1948-yil 12-oyning 10-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo 50 davlatning ma'qullashi ve 8 davlatning ovoz berish huquqidan voz kechishi bilan rasmiy holda Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasi ma'qullandi. Demek, Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo davlatlarning eng oldingi qatoridan o'rin olgan ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 5 daimlik a'zosining biri, hozirgi biz 5 qo'limizdek aniq tunib yetgan Xitoy Kommunist hokimiyatidir. Xitoy Kommunist hokimiyati bu Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasiga himoya qiladiganligini allaqachonla bildirib qolmay, balki o'z asosiy qonunlarida Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasidan go'zal til iboralarini qo'llanib, o'z fuqarolari va xalqini aldayotgan. Sözü bilen hareketi birbiriga qarma qarshi faqat qonunni shakl uchun tuzib qo'yib, amaliyotda bo'lsa butunlay uning aksicha harakat elib berayotgan. O'zi tuzgan shu asosiy qonunning eng dastlabki buzg'unchisi, jinoyatchisi ekanligini ularning asosiy qonundagi munu moddalardan aniq ko'rilish qiyin emas. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti asosiy qonunining 2-bobida o'tirg'i qo'yilgan fuqarolarning asosliq huquq vazifasi ostidagi 33-maddasida mundaq sharhlanib, barliq Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti fuqarolari qonun oldida bab-barobardir. Barliq grajdanlar o'zlarining huquqlaridan erkin foydalandi deb yozilgan bo'lsa, Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 7-maddasi bilan tamamen o'xshash bo'lib, Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 7-maddasida hamma odam qonun oldida bab-barobardir. Hamma odam qilch kamsitilmay qonunning barobar qo'g'dishidan bahramand bo'lishga huquqli deb belgilangan. Yani Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining asosiy qonunining 35-maddasida Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining barliq fuqarolari fikr bayon qilish erkinligidan, yig'in o'tkazish va tashkilotlarga uyushish erkinligidan, yig'ilib namoyish o'tkazish, qarshilik bildirish erkinligidan to'liq bahramand bo'ladi deb belgilangan bo'lsa, bu iboralar o'xshashlar Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 19 ve 20 moddalarida mundaq deb ko'rsatilgan. Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 19 maddasida hamma odam o'z tashabbusini bildirish va fikr bayon qilish erkinligidan bahramand bo'lishga haqlidir. Hamma kishilarning o'z tashabbusini saqlab qilish erkinligi uchun ham fikrlarini har qanday vosita orqali qabul qilish va tarqitish erkinligini ham o'z ichiga oladi deyilgan. Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 20 maddasida bo'lsa, hamma odam tinch yo'l bilan yig'in o'tkazish va tashkilotlarga uyush erkinligidan bahramand bo'lish huquqlidir. Har qanday odamni ma'lum bir tashkilotning tavalligiga o'tishga zo'rlashga bo'lmaydi deb ko'rsatilgan. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti asosiy qonunining 36-maddasida bo'lsa, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining fuqarolari diniy e'tiqod erkinligiga ega. Har qanday davlat organi, ijtimoiy tashkilot va shaxslarning fuqarolarni diniga e'tiqod qilishga yoki e'tiqod qilmaslikka zo'rlashga yo'l qo'yilmaydi. Diniga e'tiqod qiladigan fuqarolarni hamda diniga e'tiqod qilmaydigan fuqarolarni
o'xshashlik kamsitishga yo'l qo'yilmaydi, davlat fuqarolarning normal diniy faoliyatini qo'g'daydi deb ko'rsatilgan. Dunyo kishilik huquq kitobnomasining 18-moddasida mundaq deb ko'rsatilgan. Hamma odam ideaviy, vijdoniy, diniy erkinlik huquqiga ega. Bu huquq shu odamning o'zining diniy e'tiqodini o'zgartirish erkinligini, shuningdek o'zining diniy yoki e'tiqodini diniy aqida, amaliyat, namoz, ibodat va amr ma'ruf orqali yolg'iz yoki o'm holda, oshkora yoki yoshirin holda ifodalash erkinligini o'z ichiga oladi deb belgilangan. Demak, biz yuqorida faqat Xitoy kommunist hokimiyatining hozir mavjud bo'lib, texi tünügün. Helila biz mush so'zlayotgan vaqtning o'zida aktiv ijro qilinayotgan Xitoy kommunist hokimiyatining eng muhim qonunlaridan biri bo'lgan asosiy qonundagi bir qism moddalarini faqat bugungi anglitishimiz uchunla misol tariqasida dunyo kishilik huquq kitobnomasining qisqa moddalari bilan selishtirib o'tdik. Dunyodagi har qanday bir davlatning asosiy qonuni bo'ladi. Devlet aşı asasi kanunda belgilengen hukuk ve mecburiyetlerine göre faaliyet ilip bağlan buludu. Hem de aşı asasi kanununa tayangan halda devletini ve fuqaralarını idare kılıdı. Her kandak devletinin gündelik icra kılıdığan ve kılıvatkan barlık faaliyetleri cümleden içki ve taşkı siyaseti o'xshashlar özlerinin aşı aldın tüzüp icra kılışka tapşırılgan asasi kanundaki belgelerden çetinep ketelmeydi. Mubada devletler qandaqdır atalmış çıraylık söz ibareler bilen tolgan bir xil güzel asasi kanunu tüzüp koyup onu ameliyatı doğru icra kılmaydıken o halda eşi devletinin pütkül xalqara aldıdaki uğrunu pasif halet küçüklük kalmay belki öz puhraları aldıdaki izzet hürmetini yoktup özü vekillik kılıvatkan puhraları tarafından aşı özleri çıraylık sözler bilen tüzüp taşlap koygan kanunu boyunca cezalanıp özlerden çirek ve hiliger sahtipezlik üstüge kurulgan hakimiyetlerden tamamen ayrılıp gelişidir. Bu kıldaki yavuz, kalak ve sahtipez hakimiyetler fakat öz puhraları toluk uygunub boğuçulu yaşayaydı kalas. Çünkü hakimiyetini halk ammisi kurgan buludu, şunu onu yana köpçülük güç asanla ağdırıp taşlayalaydı. Bir cümle gepki yığınçaklıysak, Xitay demek yani aşındak hiliger, tatlık gepler bilen kanun tüzüp koyup, onu icra kılmaydı. İcra kılmaydılar emez. Belki özü boysunmaydı. Xalqaralık meselelerge düş kelgende bu atalmış kanunu köz kılıdı, destek kılıdı. Xitay biz Şarkı Türkistan halkınla emez, belki öz halkını aldap geldi. Biz Şarkı Türkistanlıklar en çok aldanğıçılarımız. Menimi tulumu azaplaydıgan nersi şu ki o bozumu bugünkü muşu fen tekniki terakki kılgan kişilerden ang seviyesi bir kadar ösket 21. asırda yaşayotgan Şarkı Türkistanlık kıyımdaşlarımızın içinde İlham Xitayning aşu tatlık sözlerine aldınıp bir günü özlerine kandaktır Xitay Komünist hakimiyetining şefkatleri yığıp gidip ali bir avtonomiya birdi degenge o'xshash sepsetiniga oldinişidir, işinişidir. Amerika başındaki Avrupa devletlerden divanlarca, kullarca öz takdirini belgilep berişlerini tamam kıldı. Biz nimişka azırak vakit çıkarıp tarih okumayız. Nimişka azırak vakit çıkarıp nöbetteki xalqaralık vaziyetlerine nazar salmayız. Eğer siz azırak vakit çıkarıp xalqaralık vaziyetine nazar salgan bolsanız, herkes bu Amerika'ya ve başka demokratik devletlerge bunca ola qarğılarca işinip tamam kılmagan bolattınız. Ularning Xitoy bilan bo'lgan ishki tashqi savdo aloqasini ozroq o'rgangan, bilgan bo'lardingiz. Hammamizning esida bo'lsa kerak, albatta. Amerika prezidenti George W. Bush hukumatı September 11 kunidagi voqeadan keyin, ya'ni 9-oyning 11-kunidagi voqeadan keyin Iroqqa qarshi hujum boshlash ishiga kirishib ketdi. Ve bu qıtımki Irak'a karşı uruşuğa Birleşken Devletler Teşkilatı'nın avazını eliş zürriyeti tuğuldu. Şunun bilen Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 5 daimlik azasının biri boğan Xitay Komünist hakimiyeti bilen gayri resmi söhbetke oltadı. Ve Birleşken Devletler Teşkilatı umumi avazının 20% boğan Xitay avazıga eriş maqsadida Xitayning talebiga binoan astoydil tekshirmaylar bizning mustaqilligimiz uchun kurash qilayotgan ve hareket elib berayotgan tashkilotlarimizni Amerika'nın kart tizimliğine kirgizip koydu. Amerika'nın tuncu bombardıman aeroplanlarının bombası bir cüp dünya Suudi merkezi binasını patlattı dep eyiplengen Al-Qaeda lideri Bin Laden'in emez
belki Afganistan mustaqillik bo'lmasa, erkinliging bek qiyin, erkinliging bo'lmasa, huquqlaring bir tiyin. Davamı. Amerika'nın tunji bombardıman aeroplanlarının bombası bir cüp dünya savdo merkezi binasını partlattı deb ayıplangan Al-Qaida lideri Bin Laden emas, belki Afganistan tağlarida mökünüp vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bir yurish yaramliq mustaqillik kurashchilarini tarbiyalayotgan Hasan Mahsum boshchiligidagi erkinlik kurashchilarini tamamen halok qildi. Xitoy bo'lsa bu fursatdan foydalanib, Sharqiy Turkiston xalqini xohlagancha qo'lga olib, ularni terrorist degan qalpoq bilan oshkora va yo'chirin holda ig'ir darajada qirg'inchilik qildi. Xitoy to'polondan to'g'ash o'g'irlab, u yoqdan Amerikani qo'llab ovoz berib, bu yoqdan bizni qirdi. Bush administration bir mahal Iroqni ishg'ol qilish bilan oldirash bo'lib ketdi. Demak, har ikki taraf o'z maqsadiga yetdi. Lekin baxtga qarshi Amerikani o'zlarining eng yaqin do'sti, yordamchisi deb to'limi cho'ng biladigan, o'zlarining kelgusi istiqbolini belgilab beradi deb ishonadigan bichora Sharq Turkiston xalqi bu qitimqi Xitoy Amerika o'yinining qurboniga aylandi. Uni az degandek texi Afganistondagi ashu bombaning portlashidan qutulib qolgan bir qism Uyg'ur yigitlarini Amerika tutib akilib, xalqaro qonunlarga xilof holda Guantanamo turmasiga solab qo'ydi. Eng ajablanarli yeri shuki, Bush administration qilcha nomus qilmay, xalqaro qonunlarga xilof holda shu butkul dunyo biladigan jallod, qotil atalgan, ikki qo'li qonga bo'yalgan Xitoy kommunist hukumatining bexatarlik soqchi xodimlarini Guantanamoga berib, shu Uyg'ur mahbuslarni so'roq qilishga ish ketibdi. Bu Bush administration uchun hech qancha ish emas edi. Chunki u boshdilar Iroqqa tunji qurolliq hujum qilgan chig'idlar allaqachon xalqaro qonunlarga xiloflik qilib bo'lgan edi. Demak, Amerika hukumati jumladan Yevropa birligiga a'zo davlatlar hozirgi bizdek bir kichik millatlarning mustaqilligi uchun jiddiy bir harakat qilishni xohlamaydi. Ularning qarashicha, bizga o'xshash millatlar Xitoyga o'xshash cho'ng bir millat bilan birlashib ketsa, bo'lsa Xitoy tinchlik bilan bir demokratiya sistem barpo qilib, Amerika ve Avrupa bilan tinch sanoat almashtirsa eng yaxshi bo'lgan bo'ladi. Demak, G'arbning Amerikaning bizga ko'rsatgan iltifoti mana shu. Ular o'z manfaatiga kelganda kuchlik uchun ojizlik ko'zir qiladi ekan. Balkim keyin Avrupa ve Amerika Xitoyni parchalashni rostdanli zo'r deb qaragan chig'idilar, ondan ular hozir o'zlari oshkora qo'llashdan bosh tortayotgan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiga o'xshash jahil mustabid kuchlarni izlab topdi ve onu yo'lab turg'izdi. Albatta, biz bu ishlarga ko'nak bir millat. Bu Amerikaning tunchi o'yin emas. Ilgari Stalinmi bizni shundoq o'ynatgan ve oxirida Amerika bilan birlashib bizni Yalta yig'inida sotgan. Ammo shuni eskartib o'tishimizga to'g'ri keladiki, Yevropa birligiga a'zo davlatlar ve Amerika nima uchun bizning mustaqillik davorimizni oshkora qo'llashdan boshladi? Bunun cevabı to'liq oddiy. U bo'lsa biz Uyg'urlarning tashqaridagi jamiyatlarning qandaqdir o'zlarining Xitoydan tamamen ayrim bir mustaqil davlat ekanligini ve bizning qilayotgan kurashlarimizning mayli tinchlik yo'ldan elib berilayotgani yoki qurolliq elib berilayotgani bo'lsin, o'xshashli bir xil o'z mustaqilligini qo'lga keltirib, o'zlarining qonunliq zaminlarga o'zlari ig'dorchilik qilishdek yo'lliq harakat ekanligini to'liq anlatolmaganligining natijasidir. Agar biz haqiqiy turda o'zimizning bu kurashlarimizning bir xil ozodlik, mustaqillik kurashi Xitoy kommunist hokimiyatining vatanimiz tuprog'ini qonunsizlarcha, yo'lsizlarcha besib olgan bir jahongir kuchga qarshi elib berayotgan yo'lliq kurash ekanligini anglata olgan bo'lsak, u holda bugungi kunda mayli Amerika hukumati bo'lsin yoki Yevropa birligiga a'zo davlatlar bo'lsin, hargizmi bizning Xitoy hukumatiga qarshi elib borgan har qanday faoliyatlarimizni qandaqdir Amerikaning prezidenti George W. Bush ve uning hukumatiga o'xshash qarg'ularcha Xitoy propagandasiga ishinib, terrorlik harakat deb e'tirof qilmagan bo'ladi. Men buni hargizmi tamamen Yevropa birligiga a'zo davlatlar ve George W. Bush hukumatidan ko'rmayman. Belki bizning bir qism kishilik huquq faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan tashkilotlarimiz ve shaxslarimizning o'zlari bilib bilmay Sharq Turkiston xalqining qonunliq ve yo'lliq mustaqillik kurashini to'g'ri ifodalab ko'rsatib bera olmay,
Qandaqdır uni xuddi Xitoy kommunist hokimiyatining ichki qismidagi bir kishilik huquqni dafsanda qilish harakati qilib ko'rsatib qo'yganligidan ko'raman. Chunki ular ilgirimi ham bugunmi o'xshashla vatanimiz Sharq Turkiston miqyosida yuz bergan har qanday qurolliq to'qnashlarni oshkora holda gerçi öz xalqimiz tarafidan elib berilganligini bilib tursimi, qandaqdir bu xil harakatlarni bizning xalqimizning elib borganligini xalqaradan yushirdi. Her qatim memleket içinde qurolliq to'qnash yuz bergan hamon ular turli usullarni qo'llanib, masalan, Amerika turishliq Uyg'ur tilida anglatish berilgan radiolarimiz ve internet to'larimizdan foydalanib, darhol oldirash bayonot e'lon qilishdi-da, bu harakatni qandaqdir Xitoy hukumatı o'zlari o'ydirib chiqargan, o'zlari ashunda qurolliq to'qnash yasab chiqib, bizning xalqimizga o'tib deganga o'xshash usullar bilan tushuncha berishga tirishdi. Xuddi o'z xalqi qurolliq kurash qilsa jinoyat o'tkazayotgandek, terrorlik harakati bilan shug'ullanayotgandek his qilishib, chin reallikni e'tirof qilishdan bosh tortishdi. Natijada bu xil qurolliq va kuchlik to'qnashlarni izchil turda rad qilish orqali mana bugungidek o'zlarining yo'lliq harakatlarini boshqalarning tushunmay terrorlik harakati deb qarab qilishiga sababchi bo'lib qilishyapti. Agar biz rostla shu qurolliq to'qnashlarni ayni rostligi bilan anglatib ve şu hareketlerimizin haklı kurash ekanligini vaqti-vaqtida qo'rqmay, dadillik bilan anlatib kelgan bo'lsa, u holda xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida elib borgan har qanday qurolsiz hareketlarning bugungidek hech kim terrorlik harakat deb atay olmagan bo'ladi. Çünkü bizdek bir başka sınıf ve guruh tarafından işgal kılıp besibilingan her qanday bir milletning o'z mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida mayli qurolliq bo'lsin, mayli tilish yo'li bo'lsin, mayli qanday shakl va usul qo'llashdan qat'iy nazar muqaddas huquqlarini o'z zaminini qo'g'dab qilish huquqi bor. U butkul dunyo tarafidan hech qanday to'sqinlik uchirmaydi, ham uchirmaslik shart. Ham xalqaro qonunlarning cheklamasiga uchirmaydi. Şundan bu xil teşkilat ve şahslarımızın yukarıda keçirgisiz siyasi hatalıklarını esliginimde üzemce onlardan vatan sırtını elip beriyotgan davasından azırak gumanlanıp kalıman. Ve özümge tova. Bularning bir xil öz milletinin hukuklarını qo'g'dash ve mustaqilligini eslik keltirish yo'lida elip bergan ciddi faaliyatlarını xalqlardan yo'shirib kelishlarda Xitoy bilan qattiq to'qnashdan bosh tortib, qandaqdir bir xil shakli o'zgargan avtonomiya talab qilish tamosi bormidi deb o'ylabmi qolaman ba'zida. Qarindoshlar, o'ylab beqinglarchi. Sizlarcha rostilla Sharqiy Turkiston xalqi oliy avtonomiya talab qilamda? Agar shunday deyishga to'g'ri kelsa, u holda Xitoy hozir biz chet ellarda elib berayotgan kishilik huquq da'volarimizning talabi bo'yicha Uyg'ur xalqining turmush saviyasini bir qadar yuqori ko'tarib, diniy erkinligini cheklamay, maktablarni o'z tilida ichishga yo'l qo'yib, qonun adliya sohalarida Uyg'ur tilini ishlatishga ruxsat qilib, shaharlarni gullantirib, yezdagi dehqonlarning turmushlarini biyitib etsa, shuning bilan Sharq Turkistonning da'vosi tugagan bo'lamda? Yo'q. Buning bilan Sharq Turkistonliklarning da'vosi hargiz tugamaydi. Bizning haqiqiy da'vorimiz Sharqiy Turkistonning to'liq, mukammal ozodligi ve mustaqilligi. Mustaqilligi bo'lmagan bir millatning erkinligi, kishilik huquqi deganlardan so'z etishdan o'ta ahmoqonlik bo'lmasi kerak bu dunyoda albatta. Kishilik huquq da'vosi ko'p hollarda faqat fuqarolar o'z roziligi, o'z erkinligi bilan elib boradigan, o'z tuprog'idagi, ya'ni o'z vatanidagi o'zlari yo'lab turg'izgan hokimiyatning o'z hokimiyatini yurgizish jarayonida elib borgan bir qism siyosatlarini, tuzumlarini yoki qonunlarining ta'siri tufayli daxli tarzga uchrayotgan kishilik huquqlarini qo'g'dash yuzasidan qurgan jamiyatlari kishilik huquq jamiyati deb atalsa, elib borgan faoliyatlari kishilik huquqni qo'g'dash faoliyati deb ataladi. Uningga qatnashchilar bo'lsa, kishilik huquq faoliyatchilari deb ataladi. Ular ko'p hargizmi o'z hukumatini tamamen ag'dirib tashlab, butunlay yangicha bir davlat qurishni tavsiya qilmaydi. Ularning vazifasi o'zlari talab qilgan masalalar hal bo'lgan hamon darhol oxirlashida ikkinchi bir temaga ko'chadi. Masalan, bu xil tashkilotlar Amerika va Yevropa davlatlarida intayin ko'p. Bundaq deganligim, hargizmi biz Sharq Turkistonliklarga kishilik huquq da'vosi ziyonliq deganim emas.
Demakchi bo'g'inim, kishilik huquq da'vosi bilan Sharqiy Turkiston mustaqillik da'vosini bir o'ringa qo'yish yoki kishilik huquq da'vosini xalqaro oshkora qo'llaydigan da'vo, chet elda bozor topgan da'vo, butkul dunyo eshigini ichib beradigan da'vo deganga o'xshash, kishilik huquq da'vosidagi bir qism chet eldagi vaqtlik afzalliklarni nazarda tutib, mustaqillik bo'lmasa, erkinliging bek qiyin, erkinliging bo'lmasa, huquqlaring bir tiyin. Davomı. Mening bundaq deganligim hergizmi biz Sharqiy Turkistonliklarga kishilik huquq da'vosi ziyonliq deganim emas. Demakchi bo'lganim, kishilik huquq da'vosi bilan Sharqiy Turkiston mustaqillik da'vosini bir o'ringa qo'yish yoki kishilik huquq da'vosini xalqaro oshkor qo'llaydigan da'vo, chet elda bozor topgan da'vo, butkul dunyo eshigini ichib beradigan da'vo deganga o'xshash, kishilik huquq da'vosidagi bir qism chet eldagi vaqtlik afzallikni nazarda tutib, uni Sharq Turkiston mustaqillik da'vosidan yuqori o'ringa qo'yishga tirishish bir xil shakli o'zgargan siyosiy qoyinlikdir. Yana o'xshash vaqtda chet elda ilib berilayotgan kishilik huquq da'vosini Sharq Turkiston mustaqillik da'vosidan tamoman ayirib qarab, bu xil da'vo bilan shug'ullanayotgan tashkilot va shaxslarni Sharq Turkiston mustaqillik harakatining dushmani deb qarash o'xshash Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga ziyonliqdir. Xitoylar kishilik huquqning ne kadar depsende bo'layotganligini avultayotgan bizlar emas, balki Xitoy demokratlari, Falun Gong, Tibet qatorliq kuchlarni ham elib beryapti. Menimcha bu Xitoy millatiga to'liq uygun da'vo. Chunki ularning Jungo hukumatini tamoman qaytadan qurib, Tibet va Uyg'ur Sharq Turkistonlik deganlarga o'xshash millatlarning erkinligini yoki mustaqilligini e'tirof qilish mutlaq mumkin emas. Ular faqat o'z hokimiyatini o'zgartirib qurib asli kifoya. Xuddi biz Abay so'zlab o'tgan Amerika va Yevropadagi kishilik huquq tashkilotlariga o'xshash. Ahirde ben qo'shimcha qilib, chet eldagi bir qism Uyg'urlar tarafidan Uyg'urlarning onasi va Uyg'ur milliy mustaqillik da'vosining lideri deb atilayotgan Rabia Qadri xonim bilan o'tkazgan bir qitimliq suhbatimni sizlar bilan birga anglashni loyiq ko'rdim. Bundan bir yil burun Rabia Qadri bilan bir ustalda bo'lib mehmon bo'lib qoldim. Xonim söz aralığında balam ablacan, sen Xitoyda mı qonun o'qigan ekansan, hozir Amerikada mı ham qonun o'qibsan deb faqa. Mushu kishilik huquq da'vosi bilan mustaqillik da'vosi deganning zodi farqi bormi yo'qmi? Kishilik huquq da'vosi mustaqillik da'vosini o'z ichiga oladi deydi. Seningchi bu to'g'rimi deb so'radi. Men xonimning bu savolini so'rgandan intayin so'yindim. Gapni qayadan boshlab qanday tushuntirish to'g'riliq azroq o'yinib oldim-da, oddiy qilib shu so'rindagi hamma o'rtaq tushunarligidek usulda ommabop qilib mundaq tushuntirishga tirishdim. Qarang xonim deb so'zimni boshladim. Masalan, hozir biz sizning ota-bobongizdan qolgan bir yosh qora joyingiz bor deyli. U qora joyni ota-bobongiz o'zlari serib, o'zlari ichib, o'zlari qurib, sizlar bir avlod kishilarga miros bo'lib kelayotgan joy deb qarasak, u holda qandaqdir bir kuni tuyuqsiz bir zo'ravon kuch zo'ravonlik bilan, ya'ni Xitoy zo'ravonlik bilan sizlardan shu qora joyni qonunsiz holda rayimsizlarcha bulab tortib olib, sizni faqat bolalaringiz bilan talada qilib o'lib qolmasligingiz uchunla, shu o'zingizning qorasingizning bir burjunga joylashgan, o'zinglarning mol qo'yadigan egildan kichikkina bir yerni ko'rsatib berib qo'ygan bo'lsa, sizning vaqtning o'tishi bilan qandaqdir shu zo'ravonga yelinib, men bolalarim bilan bu kichik egilda to'liq qiynalib qoldim, qisilib ketyapman, vaqti-vaqtida namozimni o'qiyolmayapman, xohlagan tamog'imni etib yelanmayapman, o'zimni oqshomni etib usullarimni o'ynayolmayapman, bosh ko'zlarimni yuyib vaqtida tarinolmayapman va o'ylada bolalarim bilan ozodi chiqib o'ynayolmayapman. Biz bek qiynalib ketdik. Mumkin bo'lsa biz turayotgan egilning o'g'izlari teshilib yomg'irlar o'tib ketdi. O'tib ketdi bo'lsa, remote qilib bergan bo'lsangiz deganga o'xshash talablaringizni, hozir siz talablaringiz deganga o'xshash talablaringizni zo'ravon qo'ygan. Hozir siz qilayotgan va qilmoqchi bo'layotgan kishilik huquq da'vosi deganingizning naq o'zi shu. Chiqa anaqni. Bunlarcha o'g'ri. Meni nima ko'ryapsan? Bu joy mening ota buvamdan miros qolgan. Biz el-mustaqilni tap yashab kelayotgan, mening ona tuprog'imning ustiga selagan aziz vatanimning bir parchasi. Sening bu joyda iflos oyog'ingni biz hech haqqing yo'q. Qanday kelgan bo'lsang, shu bitishingni ko'pangni ko'tarib, o'shnanga otib kelgan yo'ling bilan qanday kelgan bo'lsang, shunday ket. Sening bu quraq selib olgan hashamatlik binolaringning menga hech lozimi yo'q. Xohlasak buni ham o'shnanga otib ol. Ben ballarım bilen meyli boğurgor deb yatay, meyli boğurgor deb meyli dakiyat yatay, öz özümge, öz oylamga, öz ziminimge hocaylık kılmen. Tez yuqal. Tezde de yuqalmaydı sen, ben seni öldürüp cesedini tunguzga taşlap vermem. Dep aşı zoravan küşünü, yani şu Xitayni,
öz oylarınızdan tamamen qo'llab chiqarish, men sizga to'liq so'zlab altanmayotgan va siz anglashni xohlamayotgan mustaqillik da'vosi deganning o'zi shu deb tushuntirganim elimi hozirgidek esimda. Şuna men barliq vatan ichi va sirtidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarning navbatdagi Sharq Turkiston davosida intayin sagak bo'lishini, Xitoyning Sharq Turkiston mustaqillik davosini millat davosiga, ya'ni Uyg'ur davosiga, millat davosini ya'ni Uyg'ur davosini kishilik huquq davosiga aylantirib, vaqt o'tkazib vatanimiz Sharq Turkiston va Sharq Turkiston xalqini bir davlat, bir millat sifatida tamamen osmatsiya qilib yutishdak rezil siyosiy nayranlarga hergiz yo'l qo'ymasligimizni bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish sifatim bilan samimiy iltimos qilaman. Har qaysingizlarning ko'ngil qo'yib anglashinglarga ko'p rahmat. Yassun Sharq Turkiston mustaqilligi, yassun barliq Sharq Turkistonning ittifoqligi.